Assalomu alaykum do'stlarim. Charchamayapsizlarmi? Gedji YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi videorolikimiz gameplay degan bo'ladi. Bir marta World Cup Heroes'ga harakat qilib ko'ramiz. Bittagina legendarni agent ochamiz olmosga. Qani tushadimi yo'qmi ko'ramiz va bitta Dream League Live o'yinini o'ynab ko'ramiz. Sizlar videoga like bosib, o'zingizlarning izohlarni yozib qoldiringlar. Biz bo'lmasam legendarniy agent ochishdan boshlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Foizi 6.9%. Qani bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, oddiy o'yinchi tushdi, braziliyalik. Vinicius bo'lsa kerak. Qoravoy. Yo'q, Bremer ekan. Bremer tushdi, Bremer sotib olsak ham bo'ladi. %100 Bremer. Juventus o'yinida. Sotib olsak ham bo'ladi, mayli. Bitta legendarni agent ochib ko'ramiz, kim ucharkan. Martinez yo'q, kerak emas. Bitta oddiysini ochib ko'ramiz. Mana 85 ta tangali futbolchini olib qo'yish kerak. Bremer turib tursin. Oddiy oq futbolchini sotib olamiz oldin. Bu texnika ham yaxshi. Bremerni ham sotib olsak bo'ladi. Chunki agar hozir Uliseni kuchaytiradigan bo'lsak, Bremerga ham olish mumkin-da. Fitness yaxshiroq. Foizi 7% bo'ldi, lekin hali ham o'sha o'yinchilar bor. Ulisi qani o'zi mana. Ulisidan bitta texnika bersak, udari 100 bo'lishi mumkin. Bitta texnika berib ko'ramiz. Yo'q, udari 100 bo'lmadi. Hop, fitnessdan beramiz. Yo'q, ikkita o'yinchi kerak, mayli. O'sha bitta match o'ynab ko'ramiz. Barko'larni tushirib ko'ramiz. Rafael Leao yaxshi o'ynaydi, lekin himoyaga tushirsak ham bo'laveradi. Yamalni tushiramiz bu yoqqa, Bastoni. Rodri'ni tushiramiz. Valverdeni bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi, lekin. Bu yoqda nima sovrin bor? Bitta fitness. Legendarniy kuchaytirish berib yuborsak ham bo'ladi. Kanalda yangilar bo'ladigan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bu sizlar uchun oddiy narsa, lekin men uchun katta muvaffaqiyat ham bo'ladi. Mana account. What will be the outcome of today's game? Yamal bilan o'tib ketib qoldi. He's speeding ahead. Bastoni yaxshi, Donnarumma usholdi. Donnarumma ushamaganda ham gol chiqish ehtimoli 99% edi. Deb Valverde. This is Haaland. Oyog'i yetmagan. Haaland bor ekan, ichkarida gol urib qo'yish ehtimoli katta. Salah gol urib qo'yishdi. Let's take another look at that wonderful save. Haaland bor bo'lsa, o'sha gol uradi, ikkinchi yoki uchinchisida. Oh, easy decision here. It's a goal kick. Passed around. Yaxshi o'tib ketdi. He's up to full speed now. What a chance! Pas o'tmagan. Pas o'tganda gol edi 100%. This is Rodrigo. Sekin paslashib, asabini chiqarishga harakat qilib o'ynaveramiz. Internet Valverde with the qolsin. ball. O'tadimi? Yo'q, o'tmadi. Akerbiga himoyachi, Milanning himoyachisi ushab qoldi. Here's Van Dijk. This is Haaland. A great move. He's clean through. Tepona Surely a qolgan, goal is yaxshi coming. Donnarumma.
O'zi hozir dalasida eng zo'r barador Donnarumma-da. Can anyone get on the end of Bu this Van one? Dijk deb Gets in the way of the sal header. qoldiligim bor. Here's Bastoni. Voy. Uzoqlashtirib oldik. Through in here. Valverde tackles. Lekin do'stlar 375 ta olmosi jalga ketdi-da просто. Throw taken long. Qalam qilgan. They've misplaced a lot of their passes. Rafael Leao Grosslami himoyasini. Yamal yugur. Lamine Yamal. Bekor uzoqlashtirildi to'pni. Rivaldo dribbles it forward. Hop. It's there. Yaxshi, 1-0. In front here after some great play. Yashil Dembele bilan Will they extend their lead further? 45-minutda. It's 1-0 at half time. O'sha qanaqadir taktika ishlatmoqchi bo'ldi, lekin ishlatolmadi baribir. In the second half. Davron, ismi Davron ekan, bu raqibimizni. Kim tushirsa bo'ladi. Sal keyinroq tushiramiz. Barko'li ham juda ajoyib tarzda ketyapti davlati. They're ahead, but all that can change. Finalga chiqish ehtimoli katta. Keep their lead. Pass Dembele, Igor Dembele. Bitta orqaga olamiz. Ichiga o'tib ketamiz. Dembele. Voy ishtanki. Opportunity. Baribir oxiri chiqdi gol. Gap yo'q Dembele. He's scored a brace. 97 lik reytingdagi dalasida juda ham kamda hozir. Lionel Messi. Unaqa valla bo'lmaydi ukajonim. He's read that one absolutely perfectly. Lamine Yamal. Voy internet qotishini do'stlar, internet qotishini ko'rasizlar. Cherby has the ball. Won the ball. Yaxshi varatar chiqib kelib qoldi. Oy, Makes the pass. internetning esani urdi o'zi bitta. He's Yaxshi. Ham o'zi chichvordi raqibimizni ham offside. He's hit it long. Voy o'tmas, sal qattiqroq bersak bo'lar ekan. O'sha Messini o'tkazordik. O'rtada Haaland bor, urib qo'yadi hozir lekin bor. Yaxshi. Defending there. Great run by Voy internet qotishini do'stlar. Internet qotishini ko'rasizlar, kamida buni 4-5 ta golga solib tashardim agar internet qotmaganda. Hozir ham bitta gol borib tiqib kelgan bo'lardim. Esiz. Alisson chiqib ketdi. Listen to the manager's team talk. Lekin yaxshi to'g'ri pas berishini. They've got the lead, but to keep it, Kanan qo'yamiz, Kanan. they're composed. Kana ichiga pas berardi. Yaxshi, malades. Ochiq varataga gol urib qoldi. Bot ekan lekin bor. 5-yerda ham shunaqa botlar borligini bilmadim lekin. This is Lewandowski. O'zi agar o'zim video emasdan o'ynaydigan bo'lsam, oddiy futbolchilarni, oddiy raqiblarni 5-0, mana shunaqa 4-0 ga yutaman-da. Video bilan qanaqadir qiyin bo'ladi lekin o'ynash do'stlar. Ham gapirib ham As o'ynash. the ref starts things up again. Internet qotishini ko'rasizlarmi? Va internet qotmasa bo'lardi. Down the wing. Suxoy bo'lmasa bitta gol urishga otdi. Bo'ldi, chiqib ketdim ancha. Chiqib ketmadi. Himoyaga tushirib olamiz Saliba kerak. O'sha bo'ldi, o'yin tugadi, просто futbolchilar charchab qolmasligi uchun alishtirish taktikasida. Endi farqi yo'q, tekshiramiz, chunki baribir 3-0 ga yedirdik. Dictated the game to win by 3 goals to 0. Dembele bo'pti, yashil Dembeleni qaranglar do'stlar, qanaqa chiroyli turishini. De Bruyne esa 96 ekan, bunda mana 93 edi. Har doim dedilar, reklama bermasa bo'lmaydi.
DLC reklama bermagan kuni DLC уже bankrot bo'ladi. Fitness kuchaytirish berdi bizga, fitness kuchaytirishni olamiz. Turkiyalik Chalxon o'g'li ham ancha yaxshi darajaga kelib qopti do'stlar. O'ynash kerak ekan unaqa futbolchilarni. Hop, Rivaldoni kuchaytirib qo'yamiz oxirida. Udariga beramiz, staminasiga beramiz, keyin tezligiga beramiz. Qo'lni koptaga olib qo'yish taklingni tushirdi o'zi ham do'stlar. Yaxshi break roqchdi. Udari 100 bo'lib ketdi. Ajoyib. 6 ta 100 chiqarish imkoniyati 99.9% Rivaldodan. Kuchiga ham tushadimi? Do'stlar, ishoninglar, men shu ishni o'qiguncha taklingini sarg'aytirib qo'yaman-da, sariq qilib qo'yaman. Qaratardan men kuchaytira olmaymiz. Bo'lmasa Portugaliya, Ispaniyani o'ynab qo'yamiz. Portugaliya lekin oxir deb qo'yildi-da bori. Lekin to'g'ri, o'zim Portugaliya muxlisi bo'lsam, Ispaniyaga balet qildim, lekin bilardim deb shuni. Merino Ludik jarima zarbasi. Kim bilan tepsak bo'ladi? Yaman bilan tepsak bo'ladi lekin. Gol. Qanaqa ajoyib gol. Lamin Yamaldan. Mana qayta ko'rishinglar mumkin. Yamal o'zi ham mixlab qo'ydi-yu. Yaxshi Yamal. Oxirida 90+1-minutda urib qo'ydi Ispaniya. Ronaldoning oxirgi World Cup edi, jahon chempionati. Mana o'sha bonuslarni berdi bizga. Hop do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Video kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, yoqmagan bo'lsa ham like bosib qo'yaveringlar. Chunki bu menga ancha katta motivatsiya bo'ladi, ko'proq videolarni chiqarishimga sababchi bo'ladi. Hop, bo'lmasa hammaga xayr, rahmat, sog' bo'linglar do'stlar.